Bir maqtanaylik Akmaljon. Narxini necha puldan qilib beramiz? Oldi orti gap kerak yo'q. 4 million 700 ming so'mdan Vodiy bilan Toshkentga yetkazib borib beramiz mana. 4 million 700 ming so'mdan. Obunachilar mana To'g'ri toza qo'ydi. Yuzini qaranglar, yuzi Yuzlari voh yuz. Mana quloqlar butun mana. Qip qizil. Qizil olib chiqadi. O'z pullashga kelgan qo'ylar. Ozgina charchoq bor ekan, hurmatli obunachilar, olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa, baraka topasiz. Barra narxda chiqadi. 4 million 100 dan Vodiy bilan Toshkentga yetkazib borib beramiz mana. 4 million 100 ming so'mdan. Uchalasini olgan odamga 4 million 100 ming so'mdan ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Rustam Beshkiyevdan haqiqiy naslga qo'chqorlarni zo'rdan yetib kelibdi. Hurmatli obunachilar, video ekranidan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa buni chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum, qo'y chorvoshqozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, bugun xudo xolasa biz video syomkalarimiz sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsa, xudo xolasa mana shunaqa videolar qilamiz, sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Xo'p, bugun hafta kunimizga bugun shanba. Xo'p, 18 aprel 2026-yil. Hammalaringga boshlagan kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin deya, shu o'zimizning do'stimiz Arzoncha Akmaljonning mini qo'y fermalaridan boshladik. Akmaljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Murodjon. Assalomu alaykum obunachilar. Murodjon obunachilarni Beshkentda qo'shqardi. Go'sht yo'nalishi desa, go'sht yo'nalishida, zot yo'nalishi bo'lardan qo'shqarlar akib qo'ydi. Haqiqiy zo'rlarni yetib kelibdi bugun. Yetib keldi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 3 partiya qo'yib chiqadi. Videoda oxirida ko'rib tursiz. 3 partiya qo'y chiqarib beramiz. Barrani narxida ham qo'ylarimiz bor. Arzon bo'ladimi, xudo xolasa? Xudo xolasa. Deydi 11 dona, bir pechka tog'unachimizni qo'yib, Murodjon. Bu yerda 11 dona ekan, hurmatli obunachilar. Yebishda muammosi yo'q ekan. Yebishda umuman muammosi, qo'ylar ozgina charchov. Ozgina charchov. Yaqinda yetib kelibdi. Yetib kelgani qancha bo'ldi Akmaljon? 2-3 kun bo'ldi, Murodjon. Sinovdan o'tdi. Yebishlari zo'r. Rasman charchov chiqargan yo'q hali. Mana, haqiqatan mana Rustam Beshkiyevdan yetib kelibdi. Hammasi oq yuz variantlar. Bir hafta sinab olishaveradi. Yezsa umuman muammosi yo'q. Bemalol bir hafta sinab olishaveradi. Bemalol bir hafta, hurmatli obunachilar, sinab olarkansizlar. Mana. Suyagi yaxshi, dumbasi osilib ketmagan unaqa. Soqin-moqinlari yo'q. Toza qo'ylar. Dumbalari ham dumba. O'zi obunachilar biladi o'zi Beshkent qo'yini. Haqiqatan mana haqiqatan Rustam Beshkiyevda. Mana bu ham haqiqatan zo'r narsa ekan. Mana shuning uchun qayib ko'zlarga mana. Mashina naslga boqishaveradi. Naslga tavsiya qilamiz. Mana yerdagi o'qlarni ham yeb yuribdi mana. Haqiqatan yebishi haqiqatan zo'r ekan bu qo'ylarni. Bu yerda yomon yo'q ekan, xudo xolasa. Chiroyli qilib buni yoritib beramiz. Xo'p, Akmaljon, bularni chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Xudo xolasa 3 partiya dedingiz. Chiroyli qilib bularni yoritib beramiz. Xo'p, bu yerda 11 dona dedingiz, umuman yebishda muammosi yo'q dedingiz. Akmaljon, buni bo'ybastlar nechiga beramiz Akmaljon bularni? 80 ga olishaveradi, Murodjon. 80 ga 80 kishi emas. O'lchab ko'rsatamiz hozir bitta ikkitalarni. Bitta ikkitasini o'lchab ko'rsatib beramiz. O'zi hammasi standart, birorta kichigi yo'q qo'ylari. Haqiqatan hammasi standart bir xil degan qo'ylar, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Haqiqiy zo'r variantlar ekan. Akmaljon, bitta ikkitasini ushlang, tishlarini, bo'yini ham o'lchab ko'rsatib beramiz obunachilarga. Obunachilar, mana ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib buni sizlarga hozir. Qo'lga kirganini. Mana obunachilar. Akmaljon, buni birinchi tishini ko'rsatib qo'ying. Siz isboti bilan bo'lsin. Hali tish yormagan. Hali bor tish yorishga bo'ladi. Akmaljon, bularni o'zi necha oylikka beramiz Akmaljon? Bular bir 10 oylik atrofida, 9-10 oylik atrofida pilis-mis, 10 oylik pilis-misga olishaveradi. 10 oylik pilis mana metrni ham berdim. Shu bir o'lchab o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar. Mana chiqqani bo'lsa o'shaveradi. Chiqqani bo'lsa o'rgansin. Akmaljon, yana bitta ko'rsatasiz, ushlab. Qo'lga kirganda ishlavering. Qo'ylar haqiqiy bir-biridan chiroyli. Zo'r mana. Aylantiramiz bir. Yerdan balandligi mana. Buni 80 oshak Akmaljon. 80 ga olishaveradi mana tishlar. Hali guruchali, tishi ham kengaymagan hali. Obunachilar, bo'ybastini ko'rdilaring. Xo'p, hali tish yormagan, tish yorishiga hali ancha bor. Xo'p, Akmaljon, bu qo'ylarni maqtamaylik. Buni endi Akmaljon qiziq joyi narxida Akmaljon. Narxi bilan ham maqtanaylik bir narxini. Boshqa gap kerak bizga 5 ga qo'shqanlarga qoldi, bunaqa 6 million, 6,5 million narxi yo'q. 56 dan berishadi, Vodiy bilan Toshkentga yetkazib borib beramiz. 5 million 5 million 600 5 million 600 ming so'mdan hurmatli obunachilar. Telefon qilsin, xayr sunnatiga chiroq o'tib beramiz. Aytganimiz bo'lmas. Yana o'tib beradigan joyi bor. O'tib beradigan joyi bor lekin ozmas. Yana o'tib beradigan joyi bor ekan hurmatli obunachilar. Haqiqiy dumbalari tik dumba mana. Haqiqiy mana osilib ketgani yo'q. 5 ga qo'shqanlarni o'zi bilishadi obunachilar. Akmaljon, mana shu qo'ydan bitta ushlang Akmaljon.
Mana. Hurmatli obunachilar, mana To'g'ri ko'ring. toza qo'ydi. Yuzini qaranglar, yuzi Yuzlari oppoq. vohi yuz. Mana quloqlar To'g'ri toza. butun mana. Qip Qizil qizil. olib chiqadi. O'z pullashga kelgan qo'ylar. Ozgina charchoq bor ekan, hurmatli obunachilar, olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa, baraka topasiz. 5 million 600 ming so'mdan. 5 million 600 ming so'm. Xudo xolasa, mana baraka topasiz, olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa. Yana o't berdi ekan, joyda bor ekan. Joyi bor. Va vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib olib berishar ekan, undan u yoqqa kelishilgan holatda ekan. Mana kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga shu aloqa chiqarsa, bemalol xudo xolasa ishlaringni bitirib berishadi. Qo'shqonlar yirik. Mana qo'shqonlar xudo xolasa. Qo'shqonlar. Ey, bu nuqsoni yo'q. Haqiqat zo'rlardan. Akmaljon, keyingi partiyalarga o'tiramizmi? Keyin patlarga o'tiramiz. Oxirida ko'rib turibsiz. Barra qo'zin narxida chiqadi, to'qlovlarimiz bor. Barrani narxida chiqadi. barrani narxida chiqadi, to'g'ri qo'zlar. Ha, barra narxida chiqadi. Oxirida ko'rib turibsiz deydi. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga mana bunaqa qora variantlardan ekan. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Buni ham chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Akmaljon, bugun endi ikkinchi partiyamizga bu yerda nechta dona ekan bu yerda? 8 dona, nari birinchi partiyamiz bilan shu bir partiya o'zi hammasi bular. Hammasi bir partiya? Qora svetda, unda sarig'i. Hammasi Rangi ajratib qo'ydik. bitta kelgan ekan, lekin sveta har xil bo'lganligi uchun ikkinchi partiyaga mana bunaqa qora variantlar Bitta ekan. bo'lgan bular. Xo'p, bo'y basti ham o'shalardan kam joy yo'q ekan, Akmaljon. Qolishmaydi ulardan. Ulardan qolishmas ekan. Qorasi, ulardan sal oriqroq, aybi oriqroq bular. Aybi ozgina oriq. Oriq, ha. Haqiqatan mos sotsang aybini aytib sot degan. Mana aybi Suyaga yaxshi qo'yiladi. Obunachi o'zi tushunadi qo'ydi, qarang. Ko'rganda suyaga yaxshi qo'yiladi. yuzlariga aytib berasizlar mana. Mana oyoqlariga aytib berasizlar. Tuyoqlari ham haqiqiy stakan tuyoq. Chiroyli hammasi. Yuzlariga qaranglar, quyoshda tovlanarkan haqiqiy. Bitta dollar sveti ham bor ekan, Akmaljon. Svetidan ham bor ekan. Akmaljon, bularning ichida xudo xolasa kuchmasi yo'q. Ichimasi hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor mana, hurmatli obunachilar. Haqiqiy zo'rlardan boqaman deysizmi mana. Olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa baraka topasizlar mana. 8 bosh ekan bu yerda. Bo'y bostlari ham o'sha birinchi partiyadan qolishmaydi dedilar. Buni ham chiroyli qilib o'lchab ko'rsatib beramiz. Xo'p, yosh oylar nima deymiz, Akmaljon bularda? 10 oylik atrofida. Bular ham 9 10 oy plus minusga hurmatli. Kengaymagan hamda yorishqa hali ancha bor bo'ladi. 2 oy bor, 3 oy. Yuzlariga aytib beringlar, mana yuzlari ham hammasiga juda chiroyli mana, hurmatli obunachilar. Oxirgacha ko'rib turasizlar mana. Turishlari o'sha qo'zi jundan endi to'kilib, yaltirayotgan ekan mana, qaranglar, obunachilar. Dumma boshlari oldirib, lichinasini qo'ysa, qo'ylar ketadi. Haqiqiy o'zgarishga kelgan. Yem hasharaga bosib berishaveradi. Ozginasi o'rgatib dalani vaji, hurmatli obunachilar, to'g'ri tushunasizlar. Olib tashlab qo'yinglar. Yem yemagan qo'ylar bular. Olib tashlab qo'ysalaring, baraka topasizlar, xudo xolasa. Bu yerda 8 bosh ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, Akmaljon, buni bitta qilib ushlab, bo'y bastini o'lchaylik, ishlarini ko'rsataylik, keyin buni chiroyli qilib narxiga o'tiramiz. O'rtachasida ushlaymiz. Bo'ylar, ularning bo'yi bir xil o'zi. Hammasi bir xil. Ha, hammasi bir xil o'zi. Mana. Bular o'ta chars qo'ylar. Qo'y ozgina lekin pisyapti mana. Yerda mana deyman. Bo'ldi, qo'yavering. Metr menga berib turing. Kattasi bularga qarshi o'lchab qo'yamiz. Bitta katta, bitta kichkina bo'lsin, to'g'ri. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Yerdan balandligi mana. 80 dan oshiq. 85 ham chiqyapti, hurmatli obunachilar. 80 plyusga berasiz bularni ham. Ha, 80 ga olishaveradi. 80 olar ekansiz, hurmatli obunachilar. Mana obunachilar, ko'rlarning bo'y bastlarini qo'ylar issiq bo'lganligi uchun kallasini yeyib olyapti, lekin to'g'ri tushunasizlar. Bularda kasal yo'q. Bir haftaga garantiyasi beriladi, bemalol yedirib, ichirib, sinovini qo'yarasizlar. Sinov muddati bor bir haftaga. Xo'p, dastlabkilar o'sha vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zingiz yetkazib olib berasiz, Akmaljon. Xudo xolasa, bir hafta garantiyani berasiz. Bir hafta garantiyalar bor. Yemizda umuman muammosi yo'q, sinovimizdan o'tganmiz. Xo'p, endi buni narxi bilan bir maqtanaylik, Akmaljon. Narxini nech pullaqa beramiz? Oldiga ortiga gap kerak yo'q. 4 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib beramiz ularni. 4 million 700 ming so'mdan 700 ming so'mdan ketaveradi. 8 bosh qo'y. Ora ozgina, shuning uchun ular tarbiyalab olishaveradi o'zi. Chiroyli qilib. Bu ozgina ora ekan endi. Dalavaji endi to'g'ri tushunasizlar, hurmatli obunachilar. Bir joyga ketsa, hop 4 million 600 ming so'm. To'g'rimi? 4 million 700 dan. 4 million 600 dan qilaylik, shuni Akmaljon. Telefon qilishsa o'zlariga o'tib beramiz, xayr sunnatiga Murodjon. Telefon qilgan odamga o'zingiz baland qo'yganimiz yo'q. Haqiqatan siz bilan endi ko'rib, narxdan ko'rib o'rganib, keyin qo'yapmiz shunga qarab. Qolganlardan arzon keyin lekin oshni baland qo'yganimiz yo'q.
Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon qilgan odamga o'zlariga o'tib beradigan joylari bor ekan. Akamaljon bitta ikkita olamiz degan odamga ham sotilaveradi bemalol. Bitta ikkita odamga ham sotilaveradi. Bemalol aloqa chiqarasizlar, hurmatli obunachilar, o'tib beradigan joyda bor ekan, Xudo xolasa. Kelib ko'rishsa ham lakasa qilib berilaveradi. Bemalol tevasida ham savdosini qilaveramiz. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiya, so'nggi 3-partiyamiz. Oxirgacha ko'rib turasizlar. Akmaljon bu yerda shulardan ozgina birinchi, ikkinchi partiyadan ozgina kichikroq ekan. Bitta partiya bular kichikroq ekan. Lekin bu ozgina kichikroq ekan. Pul yengil bo'ladi, Akmaljon. Pul yengil, o'ta yengil bo'ladi bular. Pul o'ta yengilidan, hurmatli obunachilar. Hammasi bu yerda birra narxida bo'ladi. bular ham qo'zicha, qo'chqorlar. Qo'chqorlar. Bular ham qo'chqorlar ekan, hurmatli obunachilar. 6-7 oy atrofidagilar. 6-7 oylik atrofidagi mana yuz boshlarini ko'ringlar, mana yuzlari tinib, mana hammasi chiroyli, mana quloq boshlari ham but-butun, haqiqatan. Haqiqatan zo'rlardan mana, hurmatli obunachilar. Oxirgacha ko'rib turasizlar, buni ham chiroyli qilib sizlarga olib beramiz. Akmaljon, bu basini nechaga beramiz ularda? Bular 70 ga olishib oladi. Ularda 70 ga olar ekansizlar, Xudo xolasa. 3 dona ekan. 3 dona qo'zi. Bitta o'nash olib qo'ysa baraka to'g'ridan qo'ylar. Qo'zi qo'chqorlar mana, haqiqatan. Yebishda muammosi yo'q, Akmaljon. Muammosi yo'q. Bemalol, Sinov olishadi. bemalol bir hafta yedirib ichirib sinaverasizlar, bemalol, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu dastavkalar o'sha Akmaljon. Dastavkalar vodiy bo'ylab Toshkentga o'tkazib Vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib, o'zlari olib berishar ekan. Mana ko'rib turibsizlar, yeb ichib turibdi qo'y o'zi. O'zi yuzlaridan ham mana bilinib turibdi, yuzlari tiniq. Kasal-kusali yo'q, xudo xolasa. Mana qo'llari ham haqiqatan mana zo'rdan mana. Dumbalari ham osilib ketmagan, chiroyli, yaxshi variantdan, hurmatli obunachilar. Xo'p, Akmaljon, qo'ydi biz maqtamaylik, Akmaljon. Narxini zo'r qilib beraman dedingiz, narxini sanab dedingiz. Endi barra narxida chiqarib 4 million 100 dan vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib yuborib beramiz. 4 million 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Uchorasini olgan odamga 4 million 100 ming so'mdan ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqatan mana zo'rlar. Zo'r baraka topadi. Haqiqatan zo'rlardan, hurmatli obunachilar. Puli arzon bo'ldi mana. Arzon bo'lsa arzon, shu yergacha ko'rganlar, qimmat bo'lsa qimmat deb kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Like bosib, videoni oxiriga ko'rib, qadrli saqlasa, chiroyli narxlarda beraveramiz, murodjon. Shu yergacha ko'rdim deganlar, ko'rdim deb yozib qo'yinglar kommentariyaga, bu qiziq. Yozib ketinglar. Qimmatmi arzon? Bizning nazarimizda arzon qo'ydik. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzonni yozib ketinglar. To'g'ri. Bu bizga qiziq, hurmatli obunachilar. Bemalol pastdan nomerlarga aloqa qilib qo'yasizlar, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. 24 soat ishlab turadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, Akmaljon, xudo xolasa so'nggi partiyamiz bu. So'nggi partiyaga, hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar. Akmaljon, obunachilarga nima deymiz, Akmaljon? Niyat qildim deb просто dilida o'tkazgan obunachilarimiz betadan like bosib qo'ysa, like bosgan obunachilarimizga 100 ta 200 ta qo'rada baqish nasib qilsa hammalariga mana qo'shqochalarda. Nasib, mana Xudo xolasa havas qilinglar, betadan like bosib qo'yasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.